hech qachon tayyorlab ko'rmagan taomlarimni tayyorlaganimda xonadonimizga kelin kelsa albatta kelinchagimga shu taomni pishirib beraman degan o'y xayolimdan o'tadi. Bunaqa mazali lule kabobni endi birinchi marta yeb ko'rishim rostdan ham zo'r bo'lar ekan, albatta tayyorlab ko'ring. Mol go'shti, piyoz, chesnok, buxanka, shashlik uchun ziravorlar hamda tuzni solib yaxshilab aralashtirib 2 marotaba go'sht maydalagichdan chiqarib olamiz. Qiyma ustiga bitta tuxumni chaqamiz, yetilgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymani 70 grammdan qilib bo'lamiz va unni sepib, un yordamida shunaqa shakl berib olamiz. Tovaga yog' qo'yib, har taraflarini aylantirib, chiroyli qilib qovurib olamiz. Sous uchun tomat, tuz, qaymoq, suvni qo'yamiz, aralashtiramiz. Tovaga sariyog' solib, sariyog' biroz erigach, lule kaboblarni solamiz. Ustidan sousni quyamiz, yarim soatga past qilib dimlab qo'yamiz. Mazali mayin pyure uchun qaynatilgan kartoshka, tuz, qaymoq, anchor sariyog'ini solib yaxshilab ezamiz. Tayyor bo'lgan taomni har bir insonga alohida, xohlasanglar menga o'xshab katta laganga sutsanglar ham bo'ladi. Chetlari pyure, o'rtasi lule kabob. Taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, shefimiz Jaloliddinni va Nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.